Mana mashq qo'chqor 140 ming dollarga baraka bo'ldi, akalar. $140,000 berishmayapti. Bismillah. Davay, baraka. Qirg'izistondan O'zbekistonga $140,000 qo'zi qo'chqor. Qo'zi qo'chqor mana cho'magalar. Shuni ko'ringlar. Живой веси где-то 130 kilo plus. Quloq 23, kalla garbanos mana. Ababil baki bilan Zamir baki saroylarida katta savdo bo'ldi. Toshkentga yorqin akamizga mana mashq qo'chqor $140,000 ga baraka bo'ldi, akalar. O'zbekistonda mana endi sizlar mana mashq qo'chqorni naslidan ko'paytirsanglar bo'ladi, bemalol. Bu faqat nasl olish uchun $140,000 ga olindi, akalar. Söz aytib qo'ying, mana O'zbekistondan Toshkentdan tug'anlar keldi, ayavay so'randi. Bahasini ayavayga tushirib berdik, at dushi berdik. Bu qo'chqorni $350,000 deb turuvdilar. Biz $140,000 ga oldik. Mana 2 soat savdo bo'ldi. Qanday bo'lsa-da, buni o'sha qo'chqor sizga buyursin aka. Amin. Qo'chqor bo'ldi. Alloh barakasini bersin. Amin. Zot uchun mana mana qo'chqor olib ketdi. Barakasini bersin. Videoni to'lig'ini pastda silka